Savollar bormi? Savollar bo'lsa bering savolni inshaalloh. Taqvo nima deydi? Taqvo degani bu o'sha Alloh taolo bizga buyurgan qilishimiz kerak bo'lgan va qilishimiz kerak bo'lmagan amallar bor-ku, o'shalarga amal qilish. Ya'ni shariat ahkomlariga mukammal amal qilish shu taqvo deyiladi. Bormi sizga? Lutfi yotadayin nima deydi? O'zing bergan o'qima. Ha, savolni qani beringchi. Men boshqacha qilib yozib tashlashim o'zim qo'lim. Lutfi ko'yadi. Buni bir yana takror qilib, nima yozganingizni ko'radi. Bu so'zni noto'g'ri yozgansiz. Keyingi savolingiz. Keyingi savolim naf nimadir deysiz-ku, o'shani yozaman. Naf. But bo'lmagan savollaringizni keyingi darsga olib qo'ying. Yana o'qiganimizda bilib olamiz. But bo'lgan to'g'ri savollaringizni bering. Matonat nima deydi? Matonat degani masalan sabr qilish. Sabr matonat deydi-ku. Sabr matonat shu masalan siz boshingizga qanday mushkulot keldi, siz o'sha joyda irodangiz kuchliligidan siz matonat qilasiz. Ya'ni turib berasiz. Shayton qancha aldasa ham siz yo'q, men Allohning yo'lidan chiqmayman, men Allohni sevaman, uni roziligini istayman deb o'sha yo'lda matonat ko'rsatib ketaverasiz. Masalan, sen din yo'lida ketgan bo'lsang, urib ketsang, sen turaversang, sen nima din yo'lidagi yaxshi odam bo'lasan. Matonatli inson. Keyin hayosizlik nima deydi? Hayosizlik degani bu masalan o'sha ko'ramizki, ko'chada shu so'kinadigan insonlar bo'ladi, to'g'rimi? Hayosiz, behayo, o'sha hayosizlik deyiladi. Yana bu hayosizlikni juda ham ko'p sifatlari bor. Ya'niki o'sha hattoki bitta insonga qaraganda shu noma'qul gaplar gapirish, uni orqasidan gapirish, u ham hayosizlik hisoblanadi. Yoki shunchaki qarashimiz, shu yomon qarashimiz ham hayosizlik hisoblanadi. Hayoli inson doim shikastadil bo'ladi, ya'niki o'zini doimo oddiy nutfadan yaratilgan ekanligini doim eslab turadi. Qanoatsizlik nima deydi? Qanoatsizlik masalan sizga oddiy hayotingizdagi bitta masalan shirinlik berish, to'g'rimi? Siz uni yeysizda nima deysiz yana? Rahmat deysiz. Lekin ba'zi bir insonlar bo'ladiki, masalan ularga ma'lum bir o'sha rizq berilsa, ular yana istaveradi. Ya'ni unga qanoat qila olmaydi. Qanoatsizlik deydi. Nafsi bo'ladi. Nafsini boshqara olmagan inson eng katta sifatlardan biri mana shu qanoatsizlik bo'ladi. Tamagirlikchi? Tamagirlik bu insondagi shu yana bir yomon xislatlardan hisoblanadi. Tamagirlik biror insondan tama qilish. Bu masalan biror insonga yordam berib qo'yasiz, keyin uni evaziga nimadir tama qilasiz. Qanchadan keyin? Masalan, so'rash. Bir masalan yaxshilik qildingiz, bir haftadan keyin o'tganingizdan keyin bunday ko'rib qolasizda, sizga nimadir yoki yomon gapirsa yoki nimadir qilsa, senga yodingdan shunaqa yaxshilik qilgandim. Tamagirlik qilish, tamagirlik. Yoki futbol o'ynab ketamiz, o'sha payt suv beradi. Suv berib bo'lgandan keyin suv ichadigan deb, men senga suv berdim, suvingdan ber deydi. Shu gapda. Tamagirlik mana shu hisoblanadi. Lekin shunday demasdan, suv berganini aytmasdan bizdan, agar suvingizni bering do'stim desa, Alloh uni rizqini shunday ham yetkazadi. Tamagirlikni shunday chuqur ildizli, juda ham ko'p ildizlari bor. Uni qisqa tushuntiryapman, chunki hozir vaqtimiz oz inshaalloh. Ya'niki qisqa qilib aytganda, tamagirlik bu o'sha boshqa insonni nimadir kutish evaziga. Masalan, biz ilm olyapmiz, to'g'rimi? Evazini kimdan kutamiz? Allohdan. Lekin buni har kun tama qilyapmiz, ya'ni so'rayapmizmi? Men masalan ilm o'rganyapman, lekin menga hech qanaqa foyda bo'lmayapti. Bu tamagirlik, bu juda ham yomon xulq hisoblanadi. Ya'ni biz faqat mukofotni kimdan kutamiz? Allohdan kutamiz inshaalloh. Xuddi nima edi? Bironta pul beradigan boshlig'ingga, menga pul berishing kerak desang, rozi bo'lmasdan deb beradi, siqilib g'alati bo'lib, asab uzilib. Agarda men pulim berasizmi, inshaalloh desang, unda o'ylab ko'raman deydi, to'g'rimi? Shuni o'ylab ko'rib bera oladi. Hamxona degani o'sha masalan qayerga inshaalloh kelajakda universitetda o'qiysizlar, inshaalloh. Alloh sizlarni shunga nasib etsin. Inshaalloh kelajakda o'qiganlaringda shu bitta xonada turadigan yotoqxonada turganlaringda hamxonlar, ya'ni bitta xonada turadigan sheriklaring bo'ladi. O'sha hamxona deyiladi. Ya'niki o'sha siz u bilan uxlaysiz birga, u bilan turib birga dars qilasiz, birga yurasiz. Ya'ni bitta xonada yashadingizmi, birga do'st bo'lishga majbur bo'lib qolasiz. O'shaning uchun hamxoningizni ham yaxshisini tanlang. Agarda u yaxshi bo'lmasa, boshqa xonaga ko'chishga harakat qilish kerak, sharoit bo'lsa. Yoki uni ham dinga tortishga harakat qilish kerak. Fahmchi?
Fahm degani bu insondagi aqlga taalluqli bo'lgan xislat hisoblanadi. Ya'niki fahmlamaysanmi deydi-ku. Ya'ni o'ylab ko'rish haqida. Fahm farosat. O'sha farosat, ya'ni o'ylab ko'rish. Masalan, bitta ishni yomon qilib qo'ysak, fahm qilsang bo'lmasmi? Ya'ni o'ylab ko'rsang bo'lmasmi degani. Keyin kamilni kahomatni kahomin Labay? kakomin Qani berinchi. kakomni kdami kabonmi kamon Ikkinchisi bor inshaalloh. Kamolat. Husnixatingizni kamolat Kamolat. Kamolat bu degani biz masalan hozir ilm o'rganyapmiz. Bundan nimani istayapmiz? Yuqori mavqelarni, eng baland bo'lgan axloqlarni istayapmiz, to'g'rimi? O'sha axloqlarga yetish bu kamolat hisoblanadi. Ya'ni siz Allohning yo'lida o'sha eng cho'qqiga erishgan joyingiz bu kamolat. Komil inson shunda paydo bo'ladi inshaalloh. uzutlikmi uzutlik uzutlik So'zlarni juda ham ko'p xato yozyapsiz. Inshaalloh keyingi darsdan Uzurlikni shunaqa. uzutlik Uzurlik bo'lish. uzutlik noto'g'ri yozibdi. Uzurlik bo'lishi mumkin. Xo'p, ham suhbat nima deb yozibsiz? Ham suhbat degan hamxonaga o'xshagan odam. Siz bilan suhbatlashib o'tiradigan odam. Ham suhbat. Tushunarlikmi? endi ko'p eshityapman siz tez o'qib anaqa qilyapsiz-ku men bilmagan so'zlarni aytyapsiz-ku shuning uchun yozib qo'ydim. Mashalloh, bu juda ham yaxshi holat. Sizlarga aytganim shu talab ilmni eng katta zo'r quroli bu uni daftari bilan ruchkasi bo'ladi. Ya'ni bilmaganini yozib oladi yoki kerakli bo'lgan so'zlarni ham yozib oladi. U yozishni sevish kerak. Yozishni, o'qishni sevgan inson ilmni eng cho'qqisiga chiqa oladi inshaalloh. Demakki, Rahmat anaqangiz uchun. Ustozi Alloh rozi bo'lsin sizdan. amin. Sizlarning ham inshaalloh ilmlaring xayrli bo'lsin, sizlarga foydali bo'lsin inshaalloh. Barakali bo'lsin. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin was sadiqil vadi'u amin. Allohumma la alimna illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Allohumma alimna va yanfa'una bima alamtana wa zidna ilma va arina al-haqqa haqqan warzuqna tibba va arina al-batila batilan warzuqna jittiba waj'alna mimman yastami'una al-qawl. قولوا فيتبعون أحسانا وأدحينا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.